Men mana shu Oybek mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilib kelaman. Mahalla fuqarolar yig'ini bilan Adliya boshqarmasi hamkorlikdagi olib borilayotgan ishlari juda samarali ish olib borilyapti. 2025-yilda juda salmoqli ishlar yo'lga qo'yildi. Men ham o'z fuqarolik huquqlarimdan foydalanib, mahalla fuqarolar yig'iniga biriktirilgan huquqshunoslarga oilaviy muammolarimdan kelib chiqib murojaat qildim. Allohga shukr, bu muammolarimni chiroyli yechim topishlikda amaliy yordam berishdi. Bundan men xursandman. 2026-yilda ham mana shunaqangi hamkorliklarimiz ijobiy, yaxshi natijalarga erishishligiga tilakdoshman. Hali bular bilan birga muhokama qilib, yechim topadigan muammolarim bor yuridik jihatdan. Xudo xolasa bu muammolarimga ham amaliy yordam berishliklariga ishonaman. Bundan keyingi ishlarda muvaffaqiyatlar tilayman. Hamisha el, yurt uchun, fuqarolar uchun qilayotgan barcha ishlarida ulkan muvaffaqiyatlar, ulkan zafarlar tilayman. Mana shu hamkorliklari yillar davomida chiroyli yechim topishlikda ularga kuch-quvvat, omad tilayman. Bizning mahallamizda mana tuman adliya bo'limi bilan hamkorlikda muntazam ravishda ish olib bormoqdamiz. Xususan 2025-yilda tuman adliya bo'limi bilan birgalikda ko'chama-ko'cha, xonadon yurib, fuqarolarda yuridik tomondan shu muammolari bo'lsa aniqlab, yechimi bo'yicha tuman adliya bo'limi juda ham katta yordam berishdi. Shu bilan birgalikda mahalla huquqshunosi tomonidan muntazam ravishda biz bilan hamkorlikda aloqadamiz. Birgalikda oilaviy ajrimlar yoki boshqa fuqarolarning huquqiy muammolari yuzasidan bizga murojaat bo'lgan taqdirda zudlik bilan shu mahalla huquqshunosi orqali bog'lanib, ular bilan birgalikda ko'p muammolarni yechib ishlamoqdamiz. Mazkur loyiha juda ham o'z samarasini bermoqda mahallamizda. Kelgusida ham shu mahalla huquqshunosi, tuman adliya bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda mahallamizdagi fuqarolarda huquqiy muammolarini yechim toptirishda birgalikda astoydil birgalikda ishlaymiz. Mahalla huquqshunosi loyihasi doirasida men Mingbuloq tumani Oybek mahalla fuqarolar yig'ini huquqshunos sifatida faoliyat olib boryapman. Ushbu faoliyatim davomida mahalla yettiligiga metodik qo'llanmalar berish, ularga faoliyatga doir huquqiy hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha ko'maklar berib kelmoqdamiz. Shuningdek, mahallada istiqomat qilayotgan 3600 nafar fuqarolarni har chorshanba kuni mahallaga jalb etib, ularni huquqiy muammolarini aniqlab kelinmoqda va ularga tegishli yechimlar topilib va huquqiy muammolarni yechish choralari ko'rilmoqda. Aksariyat fuqarolarda oila tarkibi bilan bog'liq muammolar aniqlanmoqda. Ushbu muammolar tizim orqali ko'rib chiqilib, bartaraf etib berilmoqda. Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilayotgan shaxslarni ayrimlari o'z vaqtida olinmagan hujjatlarni olib berish, o'lganlik faktini, yashaganlik faktlarini belgilash bo'yicha da'vo arizalarini bepul tarzda tayyorlab, sudlarda ishtirok etish choralari ko'rilmoqda. Kelgusida ham ushbu faoliyatimizni samarali ravishda davom ettirish choralarini ko'rib boramiz.